Temir yo'l sohasini tubdan transformatsiya qilish. Hurmatli Prezidentimizning shaxsiy tashabbuslari bilan 2023-yili berilgan qaror eng katta qarorlardan bittasi bo'ldi. Eng zamonaviy tez yurar poyezdlarni xarid qilish. Koreya davlat muhimlari bitim kompaniyasidan 6 ta yuqori tezlikli poyezd xarid qildik. Temir yo'lda sifat va qamrovni yanada oshirish. Vagon parkimiz 38 taga ko'paydi. 1 yil davomida 568 ming yo'lovchiga qo'shimcha xizmat ko'rsatishimiz mumkin. Temir yo'l orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash. O'tgan yil oldi 30 milliard foyda ko'rdi. Bu yil mo'ljalimizni oborotim bilan 1,5 trillionga olib chiqib 100 milliardgacha kamida foyda ko'rish mo'ljallayapmiz. Mintaqa uchun strategik loyihalarni amalga oshirish. Hurmatli Prezidentimizning tashabbuslari bilan qurilayotgan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston yangi temir yo'li. Buni bugun dunyo gapiryapti. Temir yo'l infratuzilmasini tubdan modernizatsiya qilish. Buxoro Miskin uchastkamiz elektrlashtirish natijasida oldinlari bir sutkada 2 ta poyezd tashigan bo'lsak, hozir 6 ta, 7 ta poyezd tashiyamiz. Yangi investitsion loyihalarni amalga oshirish. O'tgan 2 yil davrida 32 tadan ortiq yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilib, 310 million dollardan oshiq xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Tarmoqda raqamlashtirishni jadallashtirish. Asosiy urg'uni mijozlarga servis xizmatini ko'rsatish bo'yicha boshlaganmiz. Yagona darcha tizimini mahalliy qatnovlar 100% oxiriga yetkazdik. Ijtimoiy sohani yanada rivojlantirish. Hozir aholini bizga bo'lgan ishonchi va murojaati ko'paydi va biz yuqori texnologik operatsiyalarni yo'lga qo'yganmiz. Temir yo'l orqali xizmat ko'rsatishda katta maqsadlar. O'zbekiston temir yo'llari salkam 11 million xalq tashyapmiz. Biz shuni 2030-yilgacha 20 million yo'lovchiga chiqarishga o'zimizga bir marra oldik. Ha, temir yo'l sohasida qisqa davrda katta o'zgarishlarning kuzatilayotgani bu o'z-o'zidan emas. Prezidentimizning 2023-yil 10-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi temir yo'l transporti sohasini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori tarmoqda yangi davrni boshlab berdi. Xo'sh, 2 yil davomida qanday natijalarga erishildi? Hurmatli Prezidentimizning shaxsiy tashabbuslari bilan 2023-yili berilgan qaror ma'lumki eng katta, eng jiddiy qarorlardan bittasi bo'ldi. O'zbekiston temir yo'llariga nisbatan bo'lgan va juda katta islohotga yo'l oldik. Ta'kidlashimiz kerakki, O'zbekiston temir yo'llari bugun 80% dan ortiq yukni, ya'ni O'zbekiston hududidan o'tayotgan va O'zbekiston hududiga kelib O'zbekiston hududidan chiqib ketayotgan yuklarni O'zbekiston temir yo'llari tashyapti. Bu deganiki, juda ham katta strategik ahamiyatga ega bir korxona. Oxirgi 2 yilda bo'lgan islohotlarni aytib o'tadigan bo'lsak, biz 500 kilometr yo'limizni elektrlashtirdik. Ya'ni Buxorodan Xiva shahrigacha va Xivadan hozir undan Qoraqalpog'iston tarafiga elektrlashtirish ishlari olib borilyapti. Lekin bugungi kunda qisqa bir vaqtning ichida Buxorodan Xiva shahrigacha elektrlashtirish ishi butunlay 100% tugab, biz uni davlatimizga bugun taqdim qilsak bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekiston temir yo'llari MDH davlatlarining ichida eng ko'p elektrlashtirilgan temir yo'llari bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston temir yo'llari salkam 70% gacha butun temir yo'llar elektrlashtirilgan. 329-qarorda O'zbekiston temir yo'llariga juda ham ko'p yordam beradigan nuqtalar bor. Bu ham raqamlashtirish, bu ham nosohaviy obyektlardan ketish. Bu juda ham muhim. Yana shuni aytib o'tishimiz kerak. Biz hozir Xitoy davlatidan salkam 50 ta yangi lokomotiv sotib oldik. Hozir yana yangi muzokaralar olib boryapmiz. Yana 50 ta yangi lokomotiv olib borishga. Har yil 50 ta vagon O'zbekiston hududida o'zimizning zavodlarda ishlab chiqarishga qaror berganmiz. Bu katta bir narsa, 50 ta vagon degani har yil. Undan tashqari yuk vagonlarini ishlab chiqarish. Biz har yili 1,5 ming, 2 mingta yuk vagonini o'zimizni temir yo'lga demak oid bo'lgan zavodlarimizda ishlab chiqaryapmiz hozirgi kunda. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, butun MDH davlatlarida bugungi kunda 2 ta davlat hamma xil
yuk tashuv vagonlarini ishlab chiqaryapti. Bu Rossiya va O'zbekiston. Bu ham bizni katta g'ururimiz. Qaror asosida eng katta o'zgarishlardan biri bu temir yo'l sohasini tubdan transformatsiya qilingani bo'ldi. Bu asosda bir nechta mustaqil korxonalar tashkil etildi. Xo'sh, bu jarayon ular uchun nima berdi? Masalan, Ustemir Cargo kompaniyasi tashkil etilib, ushbu kompaniya tasarrufiga bizning butun vagon xo'jaligimiz, yuk vagon xo'jaligimiz o'tkazildi va hozirgi kunda vagonlar mustaqil ravishda tadbirkorlarga tatbiq etilyapti. Bundan tashqari ijtimoiy obyektlarimiz alohida kompaniyaga o'tkazildi. Ijtimoiy xizmatlar masalan cheklangan jamiyat tashkil etildi. Alohida ta'kidlash joizki, yo'lovchi tashish xo'jaligimiz ham alohida kompaniyalarga ajratildi. Ilgari 329-qarordan oldin yo'lovchi tashish xizmati bitta kompaniya, ya'ni Ustemir yo'lovchi tasarrufida bo'lgan. Hozirgi kunda ushbu kompaniya 3 ta kompaniyaga ajratilgan. Afrosiyob poyezdi bilan bog'liq hamma xizmatlar hozirgi kunda Ustemir Express kompaniyasi tomonidan taqdim etilyapti. Bundan tashqari vokzallar xizmati ham alohida yuridik shaxsga ajratildi. Bu vokzallar mas'uliyati cheklangan jamiyat tashkil etildi. 3-chi kompaniyamiz ushbu Ustemir yo'lovchi tasarrufida faqat mahalliy oddiy yo'lovchi poyezdlarimiz va xalqaro poyezdlarimiz qolgan. Ushbu faoliyatda ham hozirgi kunda ko'p ishlar amalga oshirilgan. Qo'shimcha poyezdlar yo'lga qo'yilyapti va yo'lovchi vagonlarning sifati va soni hozirgi kunda oshirilyapti. Transformatsiya doirasida mustaqil kompaniyalar tashkil etilgandan keyin ushbu biznes xo'jaliklariga mustaqillik berildi va uning ortidan ushbu kompaniyalarning moliyaviy samaradorligi, ularning biznes jozibadorligi va ushbu kompaniyalarga ko'rsatiladigan xizmatlarni sifati va ko'lami oshishiga olib keldi. 3500 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatib kelayotgan Afrosiyob yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyezdi bugun nafaqat xalqimizning uzog'ini yaqin qilib kelyapti, balki mamlakatimizga tashrif buyurayotgan sayyohlar uchun ham katta qulaylik yaratib, turistlar oqimining oshishiga ham yordam bermoqda. Endi esa Koreya Respublikasida ishlab chiqarilgan Hyundai Rotem kompaniyasining Jaloliddin Manguberdi nomli poyezdi Urganch va Nukusga boradi. Bu qo'shimcha 5000 nafar yo'lovchi tashish imkoniyati degani. Dilshod aka, yo'lovchi tashishda, xususan yuqori tezlikda harakatlanuvchi tezyurar poyezdlar tizimida aynan bugun qanday yangiliklarni ko'ryapmiz biz va davlat rahbarining qarori bugun sizlarning yo'nalishga qay darajada ta'sir ko'rsatdi? Muhtaram prezidentimizning 2023-yilda chiqargan islohotlar bo'yicha 329-qaror bizning korxonamizga to'g'ridan-to'g'ri ta'siri bor, chunki biz shu qaror asosida tashkil topdik. Shu kungacha mana 2 yil davomida o'z ish faoliyatlarimizni davom etib kelyapmiz. Asosiy biz hozirgi kunda moliyadan boshlaydigan bo'lsak, Temir yo'l Express aksionerlik jamiyati tashkil topdi va bu aksionerlik jamiyati alohida yo'lovchi tashish xo'jaligidan ajralib chiqdi. Natijasida moliyaviy erkinlik, servis tomonidan takomillashtirish va yurtimizda xizmat ko'rsatayotgan mana 6 ta yuqori tezlikli Afrosiyob yo'lovchi poyezdimizni texnik tomondan ham mukammallashtirib, ularni qaysidir qismini o'zimizda lokalizatsiya qilish imkoniyatlarini yaratdi bizga bu qaror. 2 yil davomida juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Ya'ni qo'shimcha Koreya davlat muhim Rotem kompaniyasidan 6 ta yuqori tezlikli poyezd xarid qildik. Hozir bu poyezdlarimiz Koreya davlatida ishlab chiqarilmoqda va 2026-yilda birinchi choragida kelishni boshlaydi hamda biz bu yo'nalishlarni yangi yo'nalishlarga qo'yamiz. Toshkent-Xiva, Toshkent-Nukus yo'nalishlariga qo'yamiz. Prezidentimizning tashabbuslari bilan bu nafaqat o'zdan yurtdoshlarimizga, chetdan kelayotgan bizning sayyohlarimizga ham juda katta qulaylik keltiradi. Tarixda bunaqa narsa bo'lmagan. Bu poyezd borishi bilan tarixiy joylarimizda ham juda ham katta jonlanishlar, qo'shimcha sarmoyalar kirgizishlar, o'tdagi sayyohlik agentlarini, mehmonxonalarni rivojlanishiga ham juda katta hissa qo'shadi. Moliyaviy tomondan agar aytadigan bo'lsak, 23-yilda masalan korxonamiz tashkil topgan bo'lsa, daromadimiz teng baravarga 100% ga bizda oshdi. Ham daromadimiz oshdi, ham yo'lovchi tashishimiz soni ham oshdi. Hozirgi kunda kuniga 3,5 mingta yo'lovchi tashiydigan bo'lsak, 3,5 mingta yo'lovchini kamida 50%, lekin o'sha sayyohlik mavsumida 60-70%ni chet el fuqarolar tashkil qilyapti. Endi biz Jaloliddin Manguberdi yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyezdini olib kelib yo'nalishga qo'yganimizdan keyin bu
harakatlanuvchilar qamrovi qanchaga oshadi? Bizning hozirgi taxminiy hisob-kitobimiz bo'yicha yana qo'shimcha 5000 ta yo'lovchi bizga qo'shiladi kuniga. Qo'shimcha 5000. Qo'shimcha 5000 ta, kuniga 8500 atrofida yo'lovchi tashish rejamiz bor. Yangi qarorning yana bir eng katta ahamiyati bu yo'lovchi tashish qamrovini oshirish va ularga sifatli xizmat ko'rsatishga qaratilgani bilan bog'liq. Oxirgi 9 oy tahlillariga e'tibor qaratilsa, 43 ta yangi yo'lovchi vagoni xarid qilinib foydalanishga topshirildi. Umuman vagon parkining yangilanishi natijasida 1 yilda qo'shimcha 568 ming nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyati paydo bo'ldi. Temir yo'l transportini yo'lovchi xo'jaligini agar oladigan bo'lsak, 2024-yilgacha agar poyezdlarimizni ko'radigan bo'lsak, vagonlar soni bo'yicha yoki poyezdlarimizning o'zini harakat jadvalida kamligini ko'rardik. Hozirgi kunda 26 yo'nalishda yo'lovchi poyezdlarimiz harakatlanmoqda. Oxirgi 9 oyni oladigan bo'lsak, yo'lovchi tashish xo'jaligida 43 ta yangi vagon xarid qilindi va yo'lga qo'yildi. Bu hozirgi kunda Toshkent, Urganch, Xiva, Toshkent, Qo'ng'irot, Toshkent, Termiz yo'nalishlarida bu yangi vagonlarimizni yo'lovchilarimiz ko'rib, xizmatidan foydalanishlari mumkin. Undan tashqari 170 ta ta'mirtalab vagonlarimiz bor edi shu vaqtgacha. Mana shu qaroridan keyin 58 tasi ta'mirlandi. Bundan 20 tasi og'ir ta'mirdan chiqarildi va bundan tashqari 9 oy ichida sovutish tizimi 51 ta vagonimizda qayta tiklandi. Agar sovutish tizimi bo'yicha shikoyatlarni oladigan bo'lsak, hozirgi paytda agar 100% oldingi yilga nisbatan oladigan bo'lsak, bir 80-85% ga yo'lovchilarimizdan shikoyatlar kamayganini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari mana hozirgi kunda infokiosklar qo'yildi. Hamma vokzallarimizga vagonlarimizning soni ko'payganini mana oldingi yil 492 ta parkimizda yo'lovchi vagonlarimiz bo'lgan bo'lsa, hozir oldingi yilga nisbatan vagon parkimiz 38 taga ko'paydi, 530 ta bo'ldi. Bu degani 1 yil davomida 568 ming yo'lovchiga qo'shimcha xizmat ko'rsatishimiz mumkin. Yana bir qulaylikni his qildik, yo'lovchi sifatida ham, bevosita shuni yoritgan jurnalist sifatida ham, aynan respublikadagi barcha vokzallardagi vokzal atrofidagi to'siqlar olib tashlandi. 33 ta vokzalimizdan to'siqlar bor edi vokzallar oldidagi. Bu to'siqlar 27-mayda prezidentimizning ko'rsatmalari bo'yicha olib tashlandi. Ko'pgina yo'lovchilarimiz bu narsadan mamnun. To'siqlar olib tashalgandan tashqari avtomashinada ham bemalol yo'lovchilarimiz vokzal oldigacha kelib, Eshigini tagigacha keladi. Va mana hozir ko'rishingiz mumkin, eshigini tagiga kelib tushib, bemalol vokzal ichiga kirib, o'z manzillariga yetib olishlari mumkin. Bularning hammasi shu prezidentimizning 329-qarorlarini asosida amalga oshirildi. Yuk tashish bu temir yo'l uchun katta iqtisodiy daromad manbai degani. Soha transformatsiyasi natijasida temir yo'l kargoning tashkil etilishi korxona uchun nafaqat katta iqtisodiy o'sishni ta'minladi, balki tadbirkorlar uchun keng imkoniyatlarni taqdim etdi. ...2023-yilda prezident qarori bilan aynan temir yo'l kargo yo'nalishida ham transformatsiya jarayonlari amalga oshirildi. Mana 2 yil o'tdi orada. Qanday ijobiy ko'rsatkichlarga erishyapmiz bu yo'nalishda? 2023-yil 10-oktyabr prezidentimizning temir yo'l sohasini isloh qilish bo'yicha chiqqan qarorlari asosida temir yo'l kargo paydo bo'lgan. Temir yo'l kargo oldin bo'lmagan. Bu prezidentimizning xususiy tadbirkor, xususiy vagon egalarini paydo qilish uchun bir turtki ko'rinishida paydo bo'lgan kompaniyamiz. Hozirgi kunda O'zbekiston temir yo'llarini 2 yil ichida bizga 10 mingdan ortiq vagon ishlatishimiz uchun, opererni uchun berildi. Bugungi kunda biz tadbirkorlarga ushbu vagonlarni o'z vaqtida hamda arzon narxda berishga ishlar olib borilyapti. Buni qilishimiz uchun raqamlashtirish boshlayapmiz. Hozirgi tadbirkorlar uyda o'tirib, kompyuterda shuni ochib, saytimizga kirib, hamma vagonni, qaysi vagon turi kerak, qatga kerak, nechta soni kerak, shu bo'yicha 15-20 minutda ishlab, o'ziga kerak vagonni hamda unga yo'l kira narxini chiqarib beradi. Hammasini onlayn to'lov asosida ishga boshlaydi. Keyin asosiy maqsadlardan biri bizda multimodal tashuvlarni rivojlantirish. Multimodalni rivojlantirish bu nafaqat O'zbekiston uchun kerak, bu Markaziy Osiyo hududi uchun kerak tashuvlarni rivojlantirishimiz asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Buni
qilishimiz uchun bugungi kunda biza Xitoy Respublikasida vakolatxona ochdik. Bu vakolatxona nafaqat temir yo'l kargo uchun, bu vakolatxona kerak bo'lsa transport vazirligi uchun, O'zbekiston temir yo'llari uchun ham xizmat qilyapti, hamda Xitoyda bizani tadbirkorlarimiz uchun konteyner tashuvlariga, vagon tashuvlariga juda katta yordam beryapti. Hozirga kelib o'rtacha 5 mingdan 10 minggacha vagon bir yilda tashish mo'ljallanyapti. Temir yo'l kargo 2024-yilda konteynerlarning birinchi yo'li prefiksini oldi hamda uni bizani rejalarimiz bo'yicha keyingi yil 100 dan 500 tagacha konteyner olib, uni O'zbekiston eksport, import tashuvlari uchun qo'llash mo'ljallanyapti. Yana bu bir bora tadbirkorlar uchun qulaylik, narxini tushishiga hamda yukini manziliga tez yetib borish uchun katta turtki bo'ladi. Prezidentimizning qarorlari asosida O'zbekiston temir yo'llariga 1,5 mingta yarim ochiq usti vagonlar ishlab chiqarishga kredit ajratildi hamda bu vagonlar ishlab chiqarildi. Bugungi kunda biz shu yangi vagonlarni O'zbekiston Qozog'iston o'rtasida, O'zbekiston Turkmaniston va mana shu hududda ishlatish uchun ishlatilyapti. Yangi vagonlar 1,5 mingta ishlab chiqarildi. Yana Prezidentimiz tashabbusi bilan ularga bergan yordamlarini evaziga bu yil ham qo'shimcha 500 dan ortiq sisterna va qo'shimcha boshqa turdagi vagonlar ishlab chiqarish mo'ljallangan. Aynan temir yo'l kargo temir yo'l tizimida katta bir iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan tarmoq, ya'ni asosiy daromadi manbai hisoblanadigan yo'nalish. 2023-yilgacha iqtisodiy samaradorlikni tahlil qilsak qanday edi-yu, undan keyin qanday natijalarga erishyapmiz? Prezidentimiz tomonidan bizga berilgan imkoniyatlarni inobatga oladigan bo'lsak, o'tgan yil oldi 30 milliard foyda ko'rdi. Bu yil mo'ljalimiz oborotimizdan 1,5 trillionga olib chiqib 100 milliardgacha kamida foyda ko'rish mo'ljallayapmiz. Bugun O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan temir yo'l sohasida nafaqat mamlakat, balki mintaqa uchun ham muhim va strategik ahamiyatga ega loyihalar ilgari surilmoqda. Eng muhim tomoni esa bugun ular real hayotda o'z ifodasini topyapti. Bunday loyihalarni amalga oshirish ishlari esa boshlab yuborilgan. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan qurilayotgan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston koridorida qurilayotgan yangi temir yo'li. Buni bugun dunyo gapiryapti. Kecha kun Abu Dhabi shahrida Global Rail degan ikkinchi konferensiya o'tib bordi. 110 ta davlat qatnashdi. Va shu 110 ta davlatning ichida hammasini xabari bor shu proyektdan. Ya'ni Qirg'iziston hududi orqali, Qirg'izistonda temir yo'l bo'lmagan oldin, baland tog'lar orqali Xitoydan turib qisqa masofada Qirg'iziston orqali O'zbekistonga temir yo'lni qurish, O'zbekiston temir yo'llarini uni birlashtirish va O'zbekistonga 1000 kilometrdan ortiq yo'lni qisqartirish. Ya'ni oldin biz Qozog'iston orqali yuklarni Xitoydan olib kelardik va jo'natardik. Ana xudo xolasa 4 yildan keyin, uzog'i borsa 5 yildan keyin 1300 kilometr masofamiz qisqaradi va Xitoydan Qirg'iziston hududi orqali yuklar tan narxi arzon bo'lgan holda O'zbekiston hududiga, qolaversa O'zbekistonning qo'shni hududlariga O'zbekiston orqali va undan tashqari Yevropaga qadar, Turkiyaga qadar, Ironga qadar shu yuklar uzatilib beriladi. Albatta bu yerda O'zbekistonni o'ynayotgan roli juda ham baland. Albatta bu juda ham katta ish bo'ldi, tarixiy ish bo'ldi. Bu 1000 yillarga oldingi O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston davlatiga temir yo'l izi qurilyapti desam to'g'ri bo'ladi. Undan tashqari mana hozir juda ham katta bir yangi proyektimiz bor. Bu Afg'oniston hududidan Pokistondagi joylashgan Hindiston okeanini portlariga chiqish. Bu juda ham ambitsioz bir reja. Bu yerda ham demak, hurmatli prezidentimizni juda ham katta yordamlari bo'lyapti. Shu Afg'oniston davlati bilan, Pokiston davlatlarining rahbarlari bilan juda katta muzokaralar olib borilyapti. Buni ochiq aytib o'tish kerak, bu proyekt O'zbekiston Respublikasining prezidentining tashabbuslari bilan boshlandi. Buni Pokiston bosh vaziri ham, buni Afg'oniston hukumati ham bugun ta'kidlayapti. Agar O'zbekiston prezidenti bo'lmaganda bu proyekt hech qachon yurmasdi. Mana buni Afg'onistondan quriladigan temir yo'lini Pokistongacha quriladigan temir yo'llar tiyasini, ya'ni texnik iqtisodiy asosini boshlash jarayonida turibmiz. Albatta bu O'zbekistonni nafaqat Markaziy Osiyoda, qolaversa butun hududda juda ham katta tranzit rolini o'ynashga olib keladi.
yo'lovchi tashishda ham, yuk tashishda ham, qamrovni oshirish va mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlarni rivojlantirishda ham eng avvalo infratuzilma muhim o'rin tutadi. Bu yangi yo'nalishlarni elektrlashtirish, yangi lokomotivlarni xarid qilish, yangi temir yo'l liniyalarini qurish degani. Temir yo'l infratuzilma korxonasi boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Avazbek Ahmedov tizimdagi o'zgarishlarni tahlil qilib berdi. Temir yo'l infratuzilma haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston temir yo'llarida qariyb 7420 kilometr yo'llarimiz mavjud bo'lib, ushbu yo'llarni rekonstruksiya qilish, o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish bo'yicha juda ham katta ishlar amalga oshirilmoqda. Ko'p yillardan beri kelmagan yangi relslar olib kelindi. Lokomotiv parkimiz yangilanmoqda. Mana xususan Xitoy Xalq Respublikasidan bu yil mana 4 ta lokomotivni olib kelib, Tinchlik uchquduq uchastkasida poyezdlarni tashish yo'lga qo'yildi. Endi yil yakuniga qadar yana 4 ta lokomotivlarimiz, yana 2 ta elektrovozlarimiz kirib kelish kutilmoqda. Bu esa o'z o'rnida o'sha logistik jarayonlarni tezlashtirishda, yuklarni o'z vaqtiga manzilga yetkazib berishga asos bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari shu o'tkazuvchanlik qobiliyati bo'yicha yangi uchastkalarimiz qurilyapti. Elektrifikatsiya ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan mana Buxoro Miskin uchastkasida uchastkamiz elektrlashtirish natijasida poyezdlarni oldinlari bir sutkada 2 ta poyezd tashigan bo'lsak, hozir 6 ta, 7 ta poyezd tashiyamiz. Bu bir tomonlama teplovozda tashilganda yuklarni og'irligi 2200 tonna, 2500 tonna poyezdlarni tashigan bo'lsak, hozir kunda elektrovozlarimizda 4500-5000 tonna yuk tashiyamiz. Bu esa o'sha mijozlarimizga yuklar o'z vaqtida kelgandan keyin ishlab chiqarish jarayoni ham tezlashadi. O'sha tannarxga ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Bu ishlarni hammasini amalga oshirishda o'sha davlatimiz rahbarini shaxsan nazoratlari ostida amalga oshirilmoqda. Qo'shni davlatlar bilan chegara davlatlarimiz, bizda Qozog'iston bilan muammolarimiz bor edi. Xususan o'sha Sarog'och, Oqko'prik chegara postimizdan poyezdlarni qabul qilish bo'yicha muammolarimiz bor edi. Mana shu qarori ijrosi bo'yicha biz Oqko'prik stansiyasida qo'shimcha yana 2 ta yo'l qurishimiz natijasida 6 ta yo'l bo'ldi. Oldinlari 25 ta, 30 taga yaqin poyezni olishga qiynalardik. Hozir kunda 35 ta, 36 ta poyezni juft poyezdi Qozog'iston Respublikasidan O'zbekistonga import kelayotgan va tranzit yo'nalishda harakatlanayotgan poyezdlarni qabul qilyapmiz. Bu esa tranzit yo'nalishlarimiz oshmoqda. Bugun barcha sohalar kabi temir yo'lda ham yangi investitsion loyihalar soni ko'paymoqda. Prezidentning yangi qarori tarmoqda ana shunday mega loyihalar uchun poydevor bo'lyapti. Samarqand, Urgut, Baytqo'rg'on, Parkent elektrlashtirilgan temir yo'li bunga bir misol bo'lsa, endilikda Nurafshon, Bo'ka, Piskent, Bekobod, Yangiyer temir yo'l liniyasini qurish loyihasining amalga oshirilayotgani ham sohadagi katta yutuqlardan bo'ladi. O'tgan 2 yil davrida qurilish sohasida 32 tadan ortiq yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilib, 310 million dollardan oshiq xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Ushbu yirik loyihalardan 2024-yilda 465 kilometr uzunlikdagi Buxoro-Urganch-Xiva temir yo'l liniyasi elektrlashtirildi. Hamda 82 kilometr uzunlikda Shovot-Karo'zak temir yo'l liniyasi qurilib, Amudaryo ustidan o'tuvchi avtomobil va temir yo'l ko'prigi foydalanishga topshirildi. Joriy yilda ham 18 dan oshiq yirik loyihalar qurilish ishlari yakunlanib foydalanishga topshirish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda Samarqand Urgut 55 kilometr yangi temir yo'l liniyasi qurilishi hamda 24 kilometr Toshkent Parkent elektrlashtirilgan yangi temir yo'l liniyalari qurilishi ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu yirik loyihalarni amalga oshirish orqali temir yo'l transportida, ya'ni infratuzilmasida keskin jozibadorlikni oshiramiz. Aholimizni uzog'ini yaqin qilish hamda tadbirkorlarimizning yoki tranzit yuklarining manziliga yetib borish vaqtlarini qisqartirishga erishiladi. Hozirgi kunda muhtaram prezidentimizning topshiriqlariga asosan Toshkent viloyati shaharlarini Toshkent shahri bilan bog'lash, ya'ni xalqimiz tilida elektrichkalarni yo'lga qo'yish loyihalarini amalga oshirish ishlarini boshladik. Hozirgi kunda loyihachilarimiz tomonidan Nurafshon, Bo'ka, Piskent, Bekobod hamda Yangiyer temir yo'l liniyasini qurish loyihasi amalga oshirilmoqda. Qolaversa, poytaxtdagi metro liniyalarini shaharlararo elektrichkalar bilan bog'lash loyihalarini ham amalga oshirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Undan tashqari o'sha yiliga 200 kilometrdan oshiq mavjud temir yo'l izlari, kontakt tarmoqlarini reabilitatsiya qilish loyihalari
amalga oshirilmoqda. Sifatli xizmat yo'lovchilar uchun qulaylik, tarmoq uchun katta iqtisodiy samara. Temir yo'l tizimini raqamlashtirish bugun bu kabi ko'plab imkoniyatlarni taqdim qilmoqda. Qaror asosida amalga oshirilayotgan loyihalar bo'yicha mutaxassis bilan suhbat qildik. ularni mijozlarga yengillik yaratish maqsadida yagona darcha platformasi ishga tushirildi. Bu o'sha o'z o'rnida mijozlarga onlayn xizmatlarni taqdim qilish, temir yo'lda vagonlarni onlayn arizalarni berish imkoniyati yaratdi. Oldinlari o'sha stansiyamizga kelib arizalarni bergan bo'lsa, hozirgi kunda masofadan turib arizalarni berish imkoniyati yaratilmoqda. Bundan tashqari, yo'lovchi tashish yo'nalishi bo'yicha ham mobil ilova ishlab chiqarilgan. Shu Afrosiyob, Sharq, Tasavvur barcha poyezdlarimizga chiptalarni sotib olish imkoniyati yaratildi. Temir yo'lni o'zini ichidagi ishlarni tashkil qilishda, biznes jarayonini raqamlashtirishda ham juda ham ko'p ishlar amalga oshirildi. Xususan marshrutlarimiz oldin mashinistlar tomonidan qog'ozda yuritilardi. Mana 2025-1-iyuldan boshlab biz marshrutlarni qog'ozda qabul qilishga to'xtatildi. Bu esa o'z o'rnida o'sha temir yo'l infrastrukturasida yuklarni qanday tashilyapti, qaysi uchastkada bizda o'tkazuvchanlik qobiliyati bo'yicha muammolarimiz bor. Kunlik mana bu yerda tashkil qilingan dispetcherskiy markazimizni dispetcherlarimiz ko'rib, tahlil qilib borishadi. Birinchi asosiy urg'uni biz o'sha mijozlarga servis xizmatini ko'rsatish bo'yicha boshlaganmiz. Yagona darcha tizimini to'liq biz mahalliy qatnovlar 100% oxiriga yetkazdik. Faqat bu yerda o'sha eksport hamda import yo'nalishi bo'yicha, tranzit yo'nalishlarimiz bo'yicha ishlarimiz oxiriga yetkazishimiz kerak. Ularni tizimi bilan hozirgi kunda integratsiya qilish masalalari amalga oshirilmoqda. Yo'lovchi tashish bo'yicha ham oldinlari Express 3 platformasidan foydalanardik. Hozir buni ham mahalliy tizimini ishlab chiqildi. 2026-yilda bu tizimga ham to'liq yakuniga yetkaziladi va muhim yo'nalishlardan o'sha temir yo'l infratuzilmasidagi stansiyalardagi texnik ma'lumotlar. O'sha har bitta stansiyamizda bir oyda 2 marotaba texnik ko'rik amalga oshiriladi. Bu texnik ko'rik natijasi bo'yicha o'sha yo'llardagi kamchiliklar, kontaktning setdagi kamchiliklar, aloqa xo'jaligidagi kamchiliklar hammasi bu qog'oz orqali oldin ro'yxatga olinardi. Hozirgi kunda buni ham to'liq 100% amalga oshirdik. Umumiy olganda iqtisodiy samara sezilyaptimi? Albatta iqtisodiy samaradorlik birgina yagona darcha tizimini aytadigan bo'lsak, 13 milliardga yaqin iqtisod qilinmoqda. Ijtimoiy soha temir yo'l tizimida transformatsiya qilingan yana bir muhim yo'nalishlardan biri. Endilikda bu tarmoq ham o'z moliyaviy mustaqilligi va boshqaruv tizimiga ega. Bu bizning iqtisodiy o'sishimizni, aholiga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarimizni oshirmoqda, deydi biz bilan suhbatda bo'lgan Temir yo'l ijtimoiy xizmatlar korxonasi bosh direktori o'rinbosari Bunyod Shoyunusov. Iqtisodiy samara yoki ijtimoiy ahamiyati samarasi qay darajada oshdi aynan transformatsiya jarayonidan keyin? Ilgari ko'proq temir yo'lchilarga tibbiy xizmat ko'rsatilar edi. Poyezdlar harakatini tibbiy ta'minlash, ya'ni temir yo'lchilarimiz orasida kasalliklarni kamaytirish, ularni dispanser nazoratiga olish va statsionar va ambulator davolash va tibbiy ko'riklarni malakali va sifatli o'tkazishdan iborat edi. Hozirgi kunda mana aholiga ham tibbiy xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda aholi tomonidan bemorlar kelinyapti va ularga yuqori texnologik tibbiy yordamlar amalga oshirilyapti. Va undan tashqari klinikalarimiz maqomi ham o'zgaryapti. Qamrov ham oshdi. Yana bir qo'shimcha qilib aytaman, moddiy texnik bazamiz mana yangilanib kelmoqda. Raqamli rentgen, mana hozir markaziy klinik shifoxonamizga MRT tibbiy uskunasi kelishi mana kutilyapti hozirgi kunlarda. Va undan tashqari raqamlashtirish yo'lga qo'yilyapti. Boshqa ijtimoiy obyektlarimizda jumladan bolalar oromgohlari ham hozirgi kunda ko'p ishlar olib borildi. Jumladan kapital ta'mirlash. Hozirgi kunda bolalarga sharoit yaratilish kuchaydi. Moliyaviy barqarorlik qanday bo'ldi? Bu o'zini natijasini berdimi? Moliyaviy barqarorlik o'zini natijasini berdi. Bunda nima misol bo'ladi? Mana hozir aholini bizga bo'lgan ishonchi va murojaati ko'paydi va shuni bir misol qilib aytaman, hozirgi kunda biz yuqori texnologik operatsiyalarni yo'lga qo'yganmiz. Temir yo'l sohasida erishilgan natijalardan tashqari yaqin istiqboldagi maqsadlar ham katta. Eng asosiysi uning aniq dasturi, amalga oshirish muddati bor. Xo'sh, temir yo'l sohasida biz yana qanday yangiliklarga guvoh bo'lamiz? O'zbekiston temir yo'llari umuman olganda salkam 11 million xalq tashyapmiz, ham tez yurar poyezdlar bilan, ham yuqori tezlikda yuradigan poyezdlar bilan. Biz shuni 2030-yilgacha 20 million yo'lovchiga chiqarishga o'zimizga bir
marra oldik. Ammo lekin prezidentimiz tomonidan qo'yilgan topshiriqqa qarasak, undan ham baland. Ya'ni biz buni nafaqat 40 million, 50 millionga chiqarishimiz kerak. 6 ta Hyundai'dan tashqari hozir yana 20 ta tezyurar poyezdini chet eldan, hozir mana Yevropa ittifoqidan va Janubiy Koreya, Xitoy davlatlari bilan hozir tender olib boryapmiz. Bu deganiki, Xudo xohlasa 27-yilgacha bizda 12 ta yuqori tezlikda yuradigan poyezdimiz mavjud bo'ladi va alohida 20 ta tezyurar poyezdimiz xalqaro standartlarga, Yevropa standartlariga va juda yuksak komfort deymizga ega bo'lgan poyezdlarga biz ega bo'lamiz. Bu deganiki, bugungi kunga nisbatan tezyurar va yuqori tezlikda yuradigan poyezdlarimizni soni 2 baravardan oshib boradi va xizmat ko'rsatilayotgan yo'lovchilarimiz 4 baravarga oshib boradi. Ya'ni O'zbekiston temir yo'llarida juda ham katta islohotlar olib borilyapti bugun. Oxirgi 2 yilning ichida juda ham katta bir ishga qo'l urdik va juda katta bir marra oldik. Xudo xohlasa 2025-yil O'zbekiston temir yo'llari 1 trillion so'mdan ortiq miqdorda bo'lgan sof foyda bilan chiqyapti. 2030-yilgacha biz mo'ljallaganmiz yangi 10 mingta vagonni ishlab chiqarib O'zbekiston temir yo'llariga qo'shish va yangi yana 250-300 ta yo'lovchi vagonini O'zbekiston temir yo'llariga olib berishni. Undan tashqari yana 20 ta shu tezyurar poyezdlar chet eldan olib kelish rejalashtirganmiz. 6 ta tezyurar poyezd rejalashtirganmiz, lekin biz bu bilan to'xtamayapmiz. Biz yana ko'p tezyurar va yuqori tezlikda yurar poyezdlarni olib kelishni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Eng uzoq shahar Toshkentdan Farg'ona vodiysida bu Andijon shahri va eng ko'p xalq ham shu Andijon viloyatida yashaydi. Ana o'sha yerga 3,5 soatda 2030-yilgacha emas, hattoki 2027-yil, 2028-yilgacha 3,5 soatda yetib borishga o'zimizga maqsad olib qo'yganmiz. Undan tashqari Termiz shahriga, Surxondaryo va Sariosiyo hududlariga yuqori tezlikdagi va tezyurar poyezdlarni qo'ymoqchimiz. Agar soatga keladigan bo'lsak, Toshkentdan Termizgacha 7 soatda yetib borishga o'zimizga mo'ljal qilib olganmiz va buning ustida ishlayapmiz bugungi kunda. Albatta bu oson ish emas, lekin shaxsan hurmatli prezidentimiz tomonidan shu marralar qo'yilgan bizga, shu topshiriqlar berilgan va biz bu topshiriqlarni albatta eng yuqori sifatda bajarishga o'zimizga maqsad qo'yganmiz va bajaramiz. Biz tahlil qilgan sohalar va natijalarning har biri temir yo'l tizimi uchun ham, aholining turmush tarzini yaxshilash uchun ham, qolaversa mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun ham o'z samarasini ko'rsatayotgan va ko'rsatadigan voqeliklardir.